Qulupnay mevalari chanqoqni qoldiradi, ishtaha ochadi, hazmni yaxshilaydi. Sarg'ayma, gemoroyda qo'llaniladi. Mijozi birinchi darajada sovuq va ho'l. Barglari, mevasining damlamasi, ildizning qaynatmasi turli qon oqishlarda, bachadon qon ketishlarda qon oqishini to'xtatuvchi sifatida, gijja haydovchi sifatida ishlatiladi. O'simlikning shirasi ayollar kasalliklarida qo'llaniladi. Qulupnay tarkibida temir saqlash bo'yicha barcha meva va rezavor mevalardan ustun turadi. Vitamin C ga boy. Qulupnayni kamqonlikda muntazam iste'mol qilinishi mavsumiy vitamin tanqisligida foydali. Qulupnay immunitetni kuchaytiradi. Kashandalik va boshqa zararli odatlar asorati xavfini kamaytiradi. Keksalarda saraton kasalliklarining oldini oladi. Tarkibidagi polisaxaridlar, organik kislotalar bilan birgalikda ichak mikroflorasini normallashtiradi va organizmdan zaharlarni hamda og'ir metallarni haydashda, ichaklarni tozalashda, jigar faoliyatini yaxshilashda, qabziyatda, shuningdek bo'qoqning oldini olishda foydali. Qulupnay tarkibidagi folat kislota leykemiya va radioaktiv ta'sirga uchragan bemorlar organizmidan radioaktiv stronsiy va kobaltni chiqarishga ko'maklashadi. Qulupnay quruq yo'tal, tomoq og'rig'ida foydali, tana haroratini tushiradi va qonni suyultiradi. Bunda ayniqsa nordonroq qulupnay foydali.